Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Sizlar bilan yana men Asadbek. Ha. Aynan elektromobil borasida gaplashamiz. Aynan BYD chempion haqida. Umr tezlikdan muhim ma'lumot o'rinda aytaman. BYD chempion 0 dan 100 gacha atigi 7 sekundda joydan qo'zg'aladi. Ushbu qurilma to'liq quvvat bilan 605 km masofani bosib o'tadi. Tog'ajon, xuddi ana shu mashinani atigi 45 million so'm evaziga o'z nomingizga rasmiylashtirib olib ketsangiz bo'ladi. BYD chempionni saloni ancha katta, bemalol o'tirman, oyoq yetmay. O'zi Tog'ajon, sizlar odamlar bu qo'mayapti-da, Neandertalskiy bunaqa katta bo'lmaylar-ku. 6 metrni bilaman qadingiz. Normal odamlar 180, 190 bo'lib yuring. Bo'lmaydimi? Polvon aka, bunga bu funksiyalarni sizni mashinangizda 15 ta mashina bir bo'lsa ham aqli yetmaydi Tog'ajon. Tan oling. Izohlarda polvon akalarni atmetga qilib ketinglar. Bir yuraklarni eshitayotgani shu mashinaga sig'ar ekanlarmi, sig'mas ekanlarmi?